Qizim, kalla pochcha yeysanmi? Oyijon, kalla-pochcha o'zi nima u? Kalla pochcha bu shunchaki taom emas, bu bolalik ta'mi. Eski davr dasturxoni va haqiqiy milliy kuchli ovqat. Qizim, hech kim kalla pochchani uyda tayyorlamayapti. Tozalash qiyin, uzoq pishiriladi, lekin bu ta'mi sog'inganlar juda ko'p. Bo'ldi, oyi, men ham yeb ko'raman. Bizga bitta komplekt kalla pochcha olib kelib bering. Rixos milliy taomlarida biz siz uchun hammasini o'zimiz qilamiz. Qo'y kallasi va tuyoqlari tozalab, halol va pokiza holatda bir necha bosqichli tozalashdan o'tkazamiz. So'ng ishonchli usulda uzoq qaynatib pishiramiz. Har kuni deyarli 70 ga yaqin kalla pochcha solamiz. Doim yangi va tayyor. Mana qizim, bitta komplekti qo'y kallasi, qorni, tili, 4 ta tuyog'i, hasfi Vuy, bo'ladi. oyi, bu rosa to'ymay ovqat ekan-a, vuy, ko'pligini. Narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. To'liq komplekt 450 ming so'm, porsiyasi 85 ming so'm turadi. Qimmat deyishga shoshilmang. Bu taomni mehnati, pishirish, tayyorlash jarayoni ko'p vaqtni oladi. Lekin bu taomni yeganlar mazasini juda yaxshi biladi. Oyi, bu kalla-pochchani qatnog'isi bo'ladi? Rixos milliy taomlarni barcha filialdan topishingiz mumkin. Shahriston, Algoritm, Malika filiallarida har kuni yangi issiq tayyorlanadi.